Ingliz tili o'rganishga ortiqcha 1 yil vaqtim ketdi. Nimaga deysizmi? Mana shu videoni oxirigacha ko'ring, tushuntirib beraman va xudo xohlasa siz ham 1 yil vaqtingizni tejab qolasiz. Xo'p, men o'rgangan vaqtda ingliz tili 2018-2019-yillarda bu qadar mashhur bo'lmagan. Hozir O'zbekistonda juda ham mashhur va biz asosan o'sha davrda biladi ko'pchilik odamlar ko'proq grammatika va vokabulariga attention berilar edi. Zo'r o'rganish kerak, grammatika strukturalarini yoddan bilish kerak deb biz speaking, reading, listening, writinglarni kechroq boshlaganmiz. Hozir sizga maslahatim, elementary bo'lasizmi, pre-intermediate bo'lasizmi, qaysi darajada bo'lsangiz ham birinchi bo'lib faqatgina grammatikaga emas, balki boshqa skilllarga ham e'tibor bering. Misol uchun oddiy gaplarni tarjima qiling yoki speakingda eng simple gapda bo'lsa ham gapirishga harakat qiling. Bu albatta sizda vaqt, energiya tejab qoladi va 1 yil vaqtingizni isrof qilmaslikka olib keladi. Meni kuzatishni davom eting, bunaqa foydali ma'lumotlardan qolib ketmaslik uchun.